Bahor, yangilanish va yasharish fasli. Navro'z ayyomi munosabati bilan yurtimizda bayramona tadbirlar davom etmoqda. O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati Andijon viloyati bo'limi tomonidan ham jamiyat a'zolari uchun samimiy va ko'tarinki ruhda bayram kechasi tashkil etildi. Bu tadbir mehr-oqibat va birdamlik muhitini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Yasharish va yashnatish ayyomi Navro'z munosabati bilan qator korxona, tashkilot va mehnat jamoalarida tantanalar davom etmoqda. O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati viloyat bo'limi tomonidan ham jamiyat a'zolariga bahoriy kayfiyatni ulashish, o'zaro birdamlik muhitini yanada mustahkamlash maqsadida bayramona kecha tashkil etildi. Ko'tarinki ruhdagi tadbir Asaka tumani hokimligi, jamiyatning Asaka tuman bo'linmasi va qator saxovatpesha homiylarning tashabbusi bilan o'tkazildi. Unda dastlab qo'llar duoga ochilib, tinch va osoyishta yurtimizda mana shunday tantanalar bardavom bo'lishi tilab qolindi. Shundan so'ng kuy-qo'shiqlar, raqslar yig'ilganlarning kayfiyatiga kayfiyat qo'shdi. Ayni chog'da tadbir davomida so'zga chiqqanlar ham bugungi kunda hukumatimiz saxovatpesha insonlarning bevosita ko'magi, qo'llab-quvvatlashi natijasida jamiyat a'zolarining bandligi ta'minlanayotgani, muammolari hal bo'layotgani haqida fikr-mulohazalarini bildirdilar. O'z navbatida ko'ngli o'ksik bo'lsa-da, umidsizlikka berilmay faoliyati, namunali turmush tarzi bilan barchaga o'rnak ko'rsatib kelayotgan jamiyat a'zolariga esdalik sovg'alari ham taqdim etildi. Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi jamiyat tashkilotlariga ajratilayotgan subsidiya mablag'lari ularni faoliyatini samarali tashkil etishiga xizmat qilmoqda. Xususan, O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati ko'zi ojiz fuqarolarni huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularni ijtimoiy faolligini oshirish, ta'lim va bandlik imkoniyatlarini kengaytirish borasida muhim ishlarni amalga oshirmoqdalar. Mazkur umumxalq bayram tadbiri ham ushbu ustuvor vazifalarni amalga oshirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Jamoat fondi mana shu jamiyatlarni hamda fuqarolik jamiyati boshqa institutlari, tashkilotlarini ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni qo'llab-quvvatlashda davom ettiradi. Jamiyat a'zolarining shu kuni o'z ijod namunalari ham yig'ilganlarga namoyish etildi. Shu kuni tantanalar saroyida barchani haqiqiy bayramona kayfiyat chulg'ab oldi desak, aslo yanglishmaymiz. Bugungi tadbir o'tkazishimizdan maqsadimiz jamiyat a'zolarimizni ko'nglini xushnud qilish, a'zolarimiz bu yerdan xursand bo'lib sovg'alar bilan keldi. Yangi yilgi Navro'zlargacha yana xursand bo'lib kelishlari uchun qilinyapti. Biz bunaqangi bayramlarni yilda 2 marta katta nishonlaymiz. Mustaqillik, Navro'z bayramlarini o'tkazib boramiz, xudo xolasa. Doimo shu jamiyat a'zolarining ko'nglini olish bilan, bahramand qilish bilan, xursandchilik bilan o'tkazishga harakat qilamiz. Ozod va obod, tinch va osoyishta yurtga mana shunday tantanalar yarashadi. Hududlarda Navro'z ayyom va fasllar kelinchagi bahorni qarshi olishga bag'ishlangan bayramona tadbirlar ko'tarinki ruhda davom ettirilmoqda.